Minsk yirtilishi bilan kelganman. Oyog'im og'rirdi, tizza bukilishda juda qiynaldim. Keyingi 3 oylikda og'riqlar qoldi butunlay. MRT qilgan borganimda MRT xulosasida uni operatsiya qilish kerak deb doktorlar buyurgan. Ish ham qilyapsizmi? Ish qilyapman. Nima ish qilyapsiz? Ustamanda. Eng og'ir ishlarda ishlaydigan bemalol. Yangi MRT holatlarida lecheniyadan keyin umuman bu haqda ma'lumot yo'q, berilmagan, tekst tiklangan. %100 tiklangan. Xulosalar, mana shu xulosalar shu yerda qolsin. Bizda qoladi, mana beraman. Bizda qoladi, mana turadi. Kimdir kelib ko'raman, solishtiraman desa bemalol. Bismillah, azizlar, 3-daraja Minsk yirtilgani to'liq bitganini ko'rsatamiz. Avvalo kelib davolangan bemorimizdan eshitamiz. Aka, ismi sharifingiz, qayerdan kelganligingiz haqida ma'lumot bering. Sizga qanaqa tashxis qo'yilgan, nima deyishgan doktorlar, shuni aytib bersangiz bo'ladi. Ismim Mirzayev Qurbonali, Andijon viloyatidan kelganman. Men muammom Minsk yirtilishi bilan kelganman. Oyog'im og'rirdi, tizza bukilishda juda qiynaldim. Namoz o'qiganda, yotib turganda qiynalardim. Ijtimoiy tarmoqlarda sizni kuzatardim. MRT qilgan borganimda MRT xulosasida uni operatsiya qilish kerak deb doktorlar buyurgan. Operatsiya qilmadimda, siz bemorlaringizni kuzatganimda operatsiyasiz dorilaringiz tuzalganini ko'rdim. Shu bilan sizga murojaat qilganman. Kelib 3 oylik dori oldim sizdan. 3 oylik ichgan natijasida men yaxshi natija erishdim. Og'riqlar qoldi, achishlar bor edi. Achishlar qolib ketdi. Keyingi 3 oylikda og'riqlar qoldi butunlay. Va 7-oyga o'tdi, yana keldim mana ko'rinadi. Xulosalarni olib keldim. Og'riq ishdimi yo'q? Og'riq yo'q. Ish ham qilyapsizmi? Ish qilyapman. Nima ish qilyapsiz? Ishni beton qo'yaman men. Ustamanda. Eng og'ir ishlarda ishlaydigan bemalol. Mana xulosa, mana doktorimiz, mana hozir ko'rsatamiz. Keling. Mana bu joyda Asrorbek xulosalarni ko'rib, o'zingiz vrach sifatida buni bir taqqoslab bering. Bizdan ko'ra sizni taqqoslashingiz yaxshiroq, xalqqa ham ishonchliroq. Ha, bo'ldi. Men hozir hayron qolgan joyim asosan xulosani o'qib beraman. Mana oldingi MRTlar ekan, 1980-yil Mirzayev Qurbonali aka. Natomografия хлебоколенного сустава определяется chap tizza bo'g'imida shu ma'lum qilinadiki, mana endi qisqa o'qiyman. Bu kishining oldingi MRTlari 19 noyabr 2025-yildagi MRTda osteofitlar juda ko'p bo'lgan. Osteofit bedrenniy большевой кости. Osteofit degani tizzadan o'simtachalar xuddi tikanga o'xshab chiqib qoladi, qirralar. Endi bunda umuman osteofit yo'q. Endi qisqa xulosani o'qiyman. Oldingi MRTlarda artroz ham, artrit ham bo'lgan. Tizzada shamollash ham bo'lgan, yemirilishdan tashqari. Nadriv передний кристаллизацияsi oldingi xotima bo'ylab yirtilgan. Ichki menisk yirtilgan. Eng qizig'i Tohir aka, mana yerda razriv переднего lateralного meniska 3-daraja, ya'ni tashqi menisk 3-darajada yirtilgan. Yangi MRT holatlarida lecheniyadan keyin umuman bu haqda ma'lumot yo'q, berilmagan, tekst tiklangan. %100 tiklangan. 1-daraja ham yo'qda. Mana yerda tashqi menisk, lateralniy menisk 3-daraja yirtilgan razriv, bu yerda yo'q o'zi. Keyingi lecheniyadan. Mana ko'rinib turibdi o'zi, yo'qligi ham. Nadkolenniy, ya'ni tizzani qopqog'ini tagida bursit bo'lgan, shamollash bo'lgan, yangi MRTlarda yo'q. Bu yerda ozgina ichki meniskdagi yirtilishlar qolgan, chunki ichki menisk ancha kechroq tiklanadi. Uni sababi bor, chunki ichki meniskda medialniy meniskka oziqa borishi qiyinroq bo'ladi, chunki ichkarida joylashgan. Lateralniy menisk 3-daraja bo'lsa operatsiya qiladi. Tashqi menisk. Lekin bu yerda operatsiyasiz tiklangan, bitgan. Xo'p, mana shu joyda Asrorbek, mana aytib o'tish kerak, siz ayni mushaklar bilan ishlaysiz-ku. Mushaklar qancha kuchli bo'lsa, organizmdagi 50-60% yukni ko'tarib turadi mushaklar. Agar mushaklar latta bo'lib shalpayib qolsa, to'g'rimi? U kuch nimaga tushadi? Meniskga tushadi. Shu bilan yallig'lanishlar, yirtilish, artrozda paydo bo'ladi. Endi qolgan stadiyani ham peditiar bilan yordam qilib olib tashlasa bo'ladimi yo'qmi? Albatta bo'ladi. Mana yerda sizda maketi bor ekan, ko'rsatib beraman. Mana bu tizza bo'g'im suyagi bo'lsa, bu kishida hozir ichki menisklarida yirtilish bordi. Bu nima hisobiga yirtilish bo'ladi desangiz, bizda tizzamizni quchoqlab turgan, quvvat berib, stabilizatsiya qilib ushlab turgan narsa paylar va buni atrofida ushlab turgan mushaklar bo'ladi. Agar mana shu mushaklar quvvatsiz, jonsiz, gipotonus holatda bo'lsa, butun nagruska mana meniskga kelaveradi, meniskga ezaveradi. Biz bu holatda nima qilamiz desangiz, mana shu holatda ezilib, menisk ezib turgan holatdagi mushaklar normal holatga keltiramiz. Mushaklar tortib mana holatga olib keladi uni. Ya'ni nagruska o'zi aytgandek 50-60 kg odam nagruskasi hammasi meniskga tushmaydi, mushakka tushadi.
mushak ko'tara oladi. Mushak paylarga tushadi. Biz o'sha mushak paylarni pediklar yo'nalishi bilan korreksiya qilamiz. Ya'ni mushakni normal holatga keltiramiz. Mana meniskga tushayotgan nagruzka kamayadi va yo'qoladi. Endi menisk tiklanishi qanday holatda bo'ladi desangiz, ichki meniskda qon tomiri yo'q, qon tomirlar bo'lmagan. Menisk nimadan oziqlanadi desangiz, sinovial suyuqlikdan xuddi gubkaga, machalkaga o'xshab oziqlanadi. Ya'ni shimib oziqlanadi. Mana shu shimilishi yaxshilanadi. Nimani hisobga yaxshilanadi? Buni atrofini ushlab turadigan peristaltikasi mana ishlab turadigan mushaklar hisobiga. Masalan, Rossiyadagi o'sha kinezoterapeut Bubunovskiy ham, hammaga mashhur Bubunovskiy degan vrach bor. O'sha kishi menisk yirtilishlarni faqat mashqlar bilan davolaydi. O'zi vrach kandidat bo'lib, professor operatsiya qilmaydi. Nima hisobga mushaklarni ishlatadi. Mana gubka, machalka, so'rilish yaxshilanib, menisk atrofi suyuq bilan qoplanadi. Shuni tiklanishni boshlaydi. Xuddi mana bu kabi. Shuning uchun mana bemorlar eshityapsizlar, bu ma'lumotlarni ko'p aytgansiz, profilda ko'rsanglar bo'ladi. Mana bemor o'zlari og'riqlar ketgan holatlar yaxshisini ko'rdik. Mana doktorimiz MRT xulosalarini o'qib ko'rsatib, tushuntirib beryapmiz. Endi eng omi haligi dunduq odam ham tushunish kerak-da bu gaplarni. Endi bilmayman, shuncha o'qib diplom olgan odamlar lekin bu gapni tushunish qiyin. Chunki bu tabobatda borda bu yechim. Endi siz ham tabobatda o'rganib, mana bularni o'rganganingiz uchun shohid bo'lib turibsiz. Bo'lmasa yuraverasiz. Bu holatda hozir mana shunday operatsiya qilinadigan holat. Siz o'zingizga taklif tavsiya qilishgan operatsiya? Operatsiya taklif qilgan. Men rozi bo'lmaganman. Tohirjonni ijtimoiy tarmoqda Instagramda kuzatardim-da. Bu bolani videolarini ko'rganman. Yosh katta insonlar, 60 ta o'tgan insonlar shu kelib dorisini ichgan. Shu bilan 3 oy 4 oyda yaxshi bo'lib ketganda. Shu bilan ko'ngil chopdi, Tohirjon topib kelganman. Chunki bu mizoji to'g'irlasangiz, hindlarni to'g'irlasangiz, bu joyga kelgan ozuqani yaxshilasangiz, ozuq olgandan keyin tanada o'zgarish keladi. Sizga endi mashqlab yurganmiz, to'g'ri? Mashqlar qilindi, mushaklar baquvvat qilindi. Hozir mana Asrorbek ham bitta ko'rib bersa, mushaklaringizni korreksiya qilib bersa, unda hozir inshaalloh bu o'zi pishiqlik saqlab bo'lingan. Masalan, ichki menisk yirtiq holatda qolsa ham hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Endi shuni ham oxiriga yetkazishga harakat qilamiz. Mana bemorlar ko'rdinglar holatni ochiq oydin xulosalar, mana shu xulosalar shu yerda qolsin. Bizda qoladi, mana beraman. Bizda qoladi, mana turadi. Kimdir kelib ko'raman, solishtiraman desa bemalol. Shunaqa masalalar bor. Ko'rib turibsizlar, tabiiy holatda. Bundan ham og'ir, bundan ham qiyin kasalni bemalol davolash mumkin. Alloh qay bir dard tushirgan bo'lsa, shifosini ham nozil qilgan. Faqat bunda hamkorlik qilinglar deyiladi, to'g'ri? Yaxshi ishda hamkorlik qilib bog'laninglar. Biz mana shu doktor, biz tabib kelib muolaja qilyapmiz, davolayapmiz. Xudoga shukr, yuzimiz yorug', natijalarimiz yaxshi. Ba'zilar shoshadi, ozgina foyda qilmasa sakrayveradi. Bundan bunga. Bunaqa odam hech kim natija ola olmaydi. Faqat ular og'riq qoldiruvchini qilasiz, aldanib ma'lum muddat yuradi, yana og'riydi, yana qiladi, keyin operatsiya shunaqa qilib, boshi berk ko'chaga kirib, boshqalarga qaramib, nogironlik arabachasiga o'tiradilar. O'sha holatga kelmaslik uchun tadbirni boshidan to'g'ri qo'llash kerak. Sog' bo'linglar. Murojaat uchun nomer qo'yiladi. Qo'ng'iroq qilib, kelishdan oldin ish vaqtlarimizni bilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar.